Bemorimiz bizga ikki tomonlama eshitish pastligiga, quloq tez oqishiga shikoyat qilib keldi. Tekshirib ko'rganimizda ikki tomonlama quruq miz timpaniti aniqlandi. Hozir bemorimizda o'ng tomonlama endaural timpanoplastik amaliyotini bajaramiz. Ko'rishlaring mumkin. Bemorimizning quloq pardalari subtotal perforatsiya aniqlanyapti. Hozir quloq pardalarini yangilaymiz, eshiklarni tiklaymiz. Kuzatib borasizlar, natijasini ko'rsatamiz. Quloq pardalarini ko'tarib ochib oldik. Suyakchalarni ko'rishimiz mumkin. Xorda timpani, eshituv-nayi ochiq. Bizda mana suyakchalar holati juda ham yaxshi. Ishlatib ko'rganimizda harakati saqlangan. Xo'p. Bu yerda muskus stapedius, muskus tensor timpani hammasi juda ham yaxshi ko'rinyapti. Xudo xolisa parda qo'yamiz, eshitishlari juda ham yaxshilanadi. Pardamizni joylashtirdik. Teshik mashish qismida edi. Subtotal teshik bor edi. To'liq teshiklar yopildi. Xudo xolisa hozir ustidan gubkalar bilan bostirib qo'yamiz. 20 kundan keyin olib tashlaymiz gubkalarni. Eshiklarini tikladik. Xudo xolisa natijasini ko'rsatamiz 20 kundan keyin.